sababchi emas. Qarang, borliq qonunlari bo'yicha boyagi shu holatingizda aytadigan bo'lsam, bumerang qonuni borda bizda. Balki siz bizda borliqqa nima qilsak, bizga ham o'sha narsa qaytadi-da. Tushundingizmi? Bumerang qonuni bor. Tashqi dunyo umuman sababchi emas. Bizning jarayonlarimizga, bizning boshimizga kelib tushayotgan baxtlilik va baxtsizliklarga tashqi dunyo sababchi emas. Pulsizligimiz va pulliligimizga tashqi dunyo sababchi emas. Hammasi mana bu bizning ichimizdagi hislarimizni, qilayotgan xatti-harakatlarimizning natijasini ko'rsatib beradi borliq. Shunaqa. Sizdagi holatni aytadigan bo'lsam, ikki xil. Siz ham o'ylab ko'ring, qaysidir jihatda yo o'zingizni yo bunaqa qilgansiz, yo farzandlaringizning o'rtasida bittasiga ko'proq pul berasiz, yoki bo'lmasa ko'proq ovqat berasiz, ko'proq narsa kiyim olib berasiz, bittasiga esa sal kamroq qilasiz, kamroq bu anaqa qilib ketadi, yo o'zi topayapti, yo bo'lmasam u yoqdan keldi, bu yoqdan keldi deb o'rtalikda muvozanatni saqlamaysiz. Shunaqa holat bo'ladi. Yo farzandlar o'rtasida, yoki bo'lmasam o'zingizga adolatsizlik qilasiz, ana shunaqa qilib. Menga bo'laveradi.